Assalomu alaykum, hurmatli robot texnika qiziquvchilar. Sizlarni yana bir bor ko'rib turganimdan xursandman. Navbatdagi darsimizga yetib keldik. Ushbu darsimizda sizlar bilan DC motorlar, ya'ni motorlar haqida ushbu darsimizda o'rganamiz. Demak, darsimizni boshlaylik. Ushbu darsimizda demak DC motorlarni ishlatib o'rganamiz dedik. Demak, o'tgan darslarimizda biz ushbu motorlarni demak blokli dasturlash yordamida ishlatgan edik. Ushbu darsimizda esa Pico yordamida Python, ya'ni MicroPython dasturlash tilidan foydalanib motorlarni ishlatib ko'ramiz. Xo'p, boshladik. Bizga avvalo kerakli qurilmalar, jihozlar kerak, ya'ni kompyuter, Raspberry Pi Pico, DC motor, uni ishlatish uchun motor driver, ya'ni L298N motor driveri, maket platasi va 7.2 volt kuchlanishli batareyalardan foydalanamiz. Xo'p, ushbu qurilmalardan oldin demak DC motorlar haqida va AC motorlar haqida demak tushuncha qisqagina berib o'taman. Motorlar ikki turga bo'linadi. Birinchisi DC motor va AC motor, ya'ni direct servant motor, alternativ servant motor, ya'ni o'zgaruvsiz tokka ishlaydigan motor, o'zgaruvchan tokka ishlaydigan motorlarga bo'linadi. Asosan kichik loyihalarda, ya'ni kichik loyiha va robot texnikada DC o'zgarmas tokka ishlaydigan motorlardan foydalanamiz. Buni narxi juda qimmat emas, arzon narxda va demak boshqarishda ixchamligi, qulayligi sababli demak bu robot texnikada DC motorlardan juda ko'p foydalanamiz. Lekin baquvvat kuchi demak kuchli ishlarga esa asosan zavod yoki fabrikalarda ishlab chiqarish korxonalarida albatta alternativ, ya'ni AIS motorlardan foydalaniladi. Narxi biroz balandroq bo'ladi. Demak bizga asosan DC motordan foydalanib ushbu darsimizda demak ishlatib ko'ramiz. Buni ishlatish uchun albatta demak motor driverlar kerak bo'ladi. Motor driverlar haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Demak, motor driverlarning bir qancha turlari mavjud. Asosiy bir qismi vazifasi demak motorlar o'rtacha 3 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt va hokazo 24 volt, 48 voltga ishlaydigan motorlarimiz bor. Demak, bizda asosan kontrollerimizda demak chiqadigan o'zining kichik kuchlanishi, pinlardan chiqadigan kuchlanishi demak 20 milliamper tok kuchi bo'lsa, kuchlanishi taxminan Picoda 3 volt hisoblanadi. Demak, 3 volt chiqarib 20 milliamper tok chiqadigan bo'lsa, bizga motorimizda esa taxminan yarim, ya'ni 50 yoki 100 milliamperdan 1 ampergacha bo'lgan quvvatda va 6 voltdan taxminan 24 volt yoki 12 voltgacha ishlaydigan asosan robot texnikada foydalanadi. Shuning uchun bizga bitta muammo paydo bo'ladi, ya'ni kuchlanish, tok kuchi demak yetmay qolish ehtimoli katta bo'ladi. Shu sababdan bizga driver kerak bo'ladi. Ya'ni bu driver vazifasi o'zi kichkina signallarni, kichik signallarni olib, demak alohida kuchlanish berganda demak yuqori kuchlanishni hosil qilib, demak motorlarni ishlatish uchun yordam beradi. Demak bizga asosiy vazifasi demak kuchlanishni oshirib berish vazifasini bajaradi. Demak impulslarni, signallarni qabul qilib, unga yuqori kuchlanishli signallarga aylantirib beradi. Asosiy vazifasi xuddi shunaqa. Buning ham bir qancha turlari mavjud. Masalan, eng asosiy ommalashgani bu L298N, bu birinchi qizil rangdagi driverimiz va L293 driveri mavjud. Bular asosan ikkitalik yoki to'rttalik yoki bitta motor driver uchun foydalanish mumkin. Bu asosan motorlar uchun, ikkita motorlarni boshqarish uchun mo'ljallangan. Sizda demak qaysi ikkalasidan biri bo'lsa, demak bemalol foydalanib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Bizda esa ushbu darsimizda demak L298N motor driverdan foydalanib ishlatib ko'ramiz. Xo'p, buni ishlatish uchun demak o'tgan darslarimizda o'rgangan edik. Analog signallar va raqamli signallar. Bu asosan analog signalda ishlaydi, ya'ni PWMda. Bu PWMda ma'nosi demak pulse width modulation, ya'ni pulsni demak raqamli kontrollerimiz demak raqamli signallarda ishlaydi dedik. Raqamli signalda ishlaydi, lekin aslida motorlarimiz esa analogda ishlaydi. Demak, biz raqamlini analogga aylantirishimiz uchun bizga PWM modulation kerak bo'ladi. Ya'ni maxsus mikrosxemasi ichida, kontroller ichida bo'ladi. Bu raqamli signallarni demak ichida analog signallarni hosil qiluvchi qurilma hisoblanadi. Bu bilan biz
raqamli signallarning ichidan analog qiymatlar yordamida demak motor drayverlarini foydalanishimiz, ya'ni ishlatishimiz uchun kerak bo'ladigan demak qurilma yoki pinlarimiz bu PWM pinlar deyiladi, ya'ni pulse width modulation. Raqamlining ichida pulsni demak analog qiymatda aylantirib beradigan maxsus qurilma hisoblanadi. Demak bu asosiy vazifasi demak DC motorlarni harakatga keltirish uchun juda ko'p foydalanamiz. Buni e'tibor beradigan joyi bor. Mana bu rasmda e'tibor bersangiz, demak bu yerda kuchlanish berilgan vaqtga nisbatan. Agar sizda o'rtacha kuchlanish beradigan bo'lsangiz, motoringiz o'rtacha 50%, ya'ni 50% bu yerda yarim aylanadi shaklda, ya'ni yarim tezlikda harakatlanadi. Agar sizga past kuchlanish beradigan bo'lsangiz, 10% yoki aylanishi mumkin yoki to'xtab qolishi mumkin. Agar siz unga yuqori kuchlanish beradigan bo'lsangiz, demak bu yerda taxminan 90% yoki 100%, 80% qiymatda tezroq harakatga keltirishi mumkin. Xuddi shunaqa sxemada demak bu yerdagi tezligi analog qiymatda o'zgaradi, faqat raqamli signallarning ichida. Ya'ni 0 va 1 ning qiymatning ichida demak bu analog qiymatni hosil qiladi. Mana bu PWM pinlarning hosil qilish xuddi shunaqa jarayonda hosil bo'ladi. Demak biz ham PWM pinlardan foydalanib demak Pico yordamida ishlatib qo'yamiz. Picoda PWM pinlar juda ko'p dedik. 16 taga yaqin PWM pinlar bor. Demak biz 16 taga yaqin PWM pinlarni demak ishlatib ko'ramiz. Xo'p, buning uchun biz yuqoridagi demak zanjirga qarab qurilmalarimizni bog'lab ulab ko'ramiz. Xo'p, buning uchun bizga kerakli qurilmalardan foydalanamiz. Ya'ni bizga motorlar, mana ko'rib turganingizdek ikkita motor. Motor uchun alohida ishlatish uchun demak 2 volt kuchlanishli batareyalar, motor driverimiz 298N va Pico va maket platasi ulash uchun simlar kerak bo'ladi. Demak yuqoridagidek zanjirda demak bog'lab ulab olamiz. Bizga demak birinchi Piconi qurilmani bog'laymiz. Xo'p. Birinchi qiladigan ishimiz demak bu yerda 0-chi, 1-chi, 2-chi va 3-chi pinlarga demak umumiy qilib motorlarimiz demak bog'langan. Biz ham xuddi shunday qilib jarayonda demak bog'lab ko'ramiz. 0-chi va 1-chi pinlarni va 2-chi va 3-chi pinlarni olamizda. Bu yerda N1 dan to N4 gacha bo'lgan demak motor driverning N1 dan to N4 gacha bo'lgan qiymatdagi pinlarga bog'laymiz. Bog'lab oldik. Keyingi qismida esa demak motorlarimizni demak bog'laymiz. Motorlarimizni bog'lashimiz uchun bu yerda demak motorlarning ismiga alohida demak kuchlanish berish uchun ikkita motor tomonini o'ng va chap motorlarga bog'laymiz. Motorning o'ng motor keyingisi esa chap motorga. Demak motorlarimiz bog'landi. Ana endi esa batareyamiz demak 7.2 volt kuchlanishli batareyamizda demak bu yerda qora ranglisi ya'ni minusi ground ham deymiz. GNDga driverimizni GNDga bog'laymiz. Mana keyingisi esa plusini 12 volt degan tomoniga e'tibor beramiz. Bu yerda ikkita batareyani demak ikkita qism bor. Driverda 5 volt va 12 volt. Agar sizda 5 voltdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, albatta 12 volt qo'llashingiz kerak. Bizda bu yerda hozir 307 voltdan o'rtacha 704 volt kuchlanishi mavjud. Demak 7 dan ziyodroq 7,5-8 voltga yaqin kuchlanish bo'lganligi uchun bu yerda 5 volt demak zarar berishi mumkin. Shuning uchun 12V degan joyga demak bog'laymiz. Mana bu yerda ledimiz yondi, demak qurilmamiz bog'landi. Ana endi biz demak GND ya'ni groundni umumiy Picoga ham demak bog'lashimiz kerak. Qurilmani driverga Picoga ham bog'laymiz. GND degan joydan xohlagan groundni bittasiga demak bog'lashimiz mumkin bo'ladi. Va buning uchun masalan bu yerda birinchidagi yoki rasmda demak birinchi orasidagi groundga berilgan, biz ham groundga bog'laymiz. Bog'ladik.
Demak, zanjirimizni yig'ib ulab oldik. Ana endi esa qurilmamizni demak dastur yordamida ishlatib ko'ramiz. Buning uchun demak biz New Editor'dan foydalanamiz. New Editor'dan foydalanib, bu yerga demak kod yozishdan boshlaymiz. Birinchi kodimiz, e'tibor bering. Albatta kutubxonasidan demak qaysi kutubxonadan foydalanamiz? Bu Pico0 kutubxonasining ichida motor degan demak obyekt klassimiz mavjud. Shu klassni chaqirib olamiz. From deymiz. Pico0 mana import qilamiz. Mana import. Bu yerda motor degan bu yerda umumiy klass mavjud. Demak, motorni ishlatish uchun motor demak klassdan foydalanamiz va bu yerda qanchadir vaqtni foydalanish uchun demak from time ichidagi demak import qilamiz slipni. Xo'p, endi motorimizni bog'lab olamiz. Avvalambor birinchi demak bitta motorimizni tekshirib ishlatib ko'ramiz. Masalan, birinchi motorimizni ishlatib ko'ramiz. Demak, motor deymiz, motor degan bitta o'zgaruvchining ichiga demak motor degan bu yerda demak obyektni chaqiramiz va nechinchi pinga ulanganini haqidagi ma'lumotni kiritamiz. Buning uchun nechinchi pinda bog'langan bizda bu yerda birinchi yoki 0-chi va 1-chi pinni demak kirgizaylik. 0-chi va 1-chi pinga bog'langan motorni ishlatib ko'ramiz. Mana bog'langan demak motorni oladik. Ya'ni shuni ishlatish uchun juda oddiy demak kod yordamida ishlatishimiz mumkin. Ya'ni birinchi usulni aytamiz. Demak, birinchi usulida demak ikki xil usulda, ya'ni start yordamida ham foydalanib, start yoki stopdan foydalanib ham ishlatishimiz mumkin. Ya'ni motorni start funksiyasidan foydalanib, motorni deymiz o'zgaruvchidan start funksiyasidan foydalanib, mana start degan funksiyasidan foydalanadigan bo'lsa, demak buni ishga tushirish degan ma'noni anglatadi. Startni boshlaydigan bo'lsak, ishga tushirib, qanchadir soniyadan keyin to'xtatsin. Masalan, sleep 1 soniya yoki 2 soniya, 1 soniyadan so'ng mana motorimiz nuqta stop to'xtatish uchun stop degan funksiyasini ishga tushiramiz. Stop. Ana endi bu yerda demak bajarish tugmasini bosadigan bo'lsak, bu yerda qurilmani bog'lamadik, to'g'ri, qurilmani bog'lashimiz kerak edi. Xo'p, qurilmani bog'lab olamiz. Keyin dasturiy qismiga o'tamiz. Demak, qurilmamizni bog'lab oldik. Mana qurilmamiz demak bog'landi. Boshlashni bosamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, demak 1 soniya davomida yonib, demak motorimiz harakatga kelib ishdan to'xtadi. Ana endi ko'proq yoqishimiz ham mumkin. Ko'proq yoqishimiz uchun demak soniyalarda demak ko'proq qo'yadigan bo'lsak, demak harakatga ko'proq harakatlantirishimiz mumkin. Bu yerda birinchi funksiya yordamida demak start demak funksiyasi yordamida demak motorni harakatlantiradi. Qanchadir soniya davomida harakatlanib, stop degan funksiyasi yordamida demak motorni to'xtatishimiz mumkin. Ikkinchi usulda esa bu yerda ya'ni bu yerda sizlar ya'ni kutishni yoki to'xtatishni ham yozmasdan turib birato'la demak buni o'chirib qo'yib funksiyani ichida argumentlarni ya'ni foydalanib, parametrlardan foydalanib demak bu yerda ishlatib ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 1 soniya degani demak 1 soniya yonib demak qanchadir soniya demak tezligini va soniyasini boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda tezligi 1 bo'lsa, 0 dan 1 gacha oralikdagi yoki 0 bo'lsa demak to'xtash ma'nosini, 1 bo'lsa esa demak eng yuqori kuchlanishda harakatlanish ma'nosini anglatadi. Va qancha soniyada harakatlanish uchun demak 1 soniya bo'ladigan bo'lsa, keyingi parametrga 1 ni qo'yadigan bo'lsa, demak bu yerda qanchadir harakatlanish vaqtini belgilashingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda 1 eng yuqori tezlikda 1 soniya davomida harakatlantirsangiz, boshlashni bosadigan bo'lsak, bu yerda mana 1 soniya davomida eng yuqori tezlikda harakatlanadi. Agar buni ham qisqaroq qilib 0.5 qiladigan bo'lsangiz, demak sekinroq harakatlantirish mumkin. Mana sekinroq harakatlanyapti. Demak, bu yerda ham bitta funksiyani ichida ham qiymatlarni o'zini kiritib, demak foydalanib harakatlantirishimiz mumkin bo'ladi. Tezligini va qanchadir soniya harakatlanishini boshqarish mumkin bo'ladi. Keyin esa misolimizda yana bir sinab ko'ramiz.
ya'ni boshqa funksiyadan foydalanadi. Ya'ni oddiy funksiyasi bu yerda off on tugmasi, ya'ni funksiyasi yordamida ham ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni buni o'qishni motor deganni motor nuqta on deb bosadigan bo'lsak ham bu yerda xuddi ledni yoqqanda ham qanchalar o'chsin. Masalan, select deymiz. 1 soniya, taxminan hozirgidek 1 soniyada o'chsin. Motor deymiz. Off, ya'ni o'chishni ma'nosini anglatadi. Demak, bu yerda xuddi shunday funksiyani, demak, start va stopdan emas, on va offdan ham foydalanib ishlatib ko'rishimiz mumkin. Boshlaymiz. 1 soniya davomida off, on, ya'ni o'chirib yoqishimiz mumkin bo'ladi yoki harakatlantirib to'xtatishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu joyda demak bir qancha usullar yordamida harakatlantirish mumkin. Ya'ni agar bu soddoroq bo'ladigan jarayon desangiz, ya'ni murakkabrog'ini bajarish mumkin bo'ladigan bo'lsa, demak oldinga va orqaga harakatlantirish masalan. Bu yerda hozir faqat e'tibor bergansiz, yo bir tomonga harakatlanyapti, teskariga yo oldinga yo orqaga harakatlantirish uchun yana boshqa funksiyadan foydalanib ko'rishimiz mumkin. Bu yerda demak birinchi oldinga harakatlantirish uchun motor deymiz, forward deymiz, ya'ni oldinga. Forward deymiz. Bu yerda oldinga harakatlantirish haqidagi funksiyani demak ishga tushiradi va qanchadir soniyada oldinga harakatlansa, ya'ni sleep deymiz. Sleep deymiz. Bu yerda 1 soniya davomida harakatlansin taxminan. Keyin esa motorimiz to'xtasin yoki birda to'xtamasdan turib motor deymiz. Orqaga teskari harakatlansin, ya'ni backward. Bu yerda esa oldinga va orqaga qanchadir orqaga harakatlansin, ya'ni sleep deymiz. Bu yerda taxminan 1 soniya orqaga harakatlansin-da, keyin umumiy motorlar to'xtasin, ya'ni motor nuqta stop. Demak, birinchisi forward oldinga harakatlanadi, keyin esa orqaga harakatlanib, keyin to'xtaydi. 1 soniya davomida demak oldinga va orqaga harakatlantirish mumkin. Demak, boshlashni bosib ko'ramiz. Oldinga, yana orqaga harakatlandi deb bo'lganmiz. Agar bu yerda yana e'tibor bersangiz, juda tez harakatlangani uchun bu yer to'xtagan, orqaga oldinga bilinmasligi mumkin. Bu yerda faqat shunchaki qanchadir soniya, masalan, motor deymiz. Stopni demak, motor nuqta stop. Bu yerga stopni ham qo'yadigan bo'lsak, qanchadir soniya, 1 soniya taxminan silib 1 soniya. Ana. Demak, bu yerda silib 1 soniya bo'ladigan bo'lsa, demak bu yerda 1 soniya yonadi, to'xtaydi va orqaga, ya'ni birinchi oldinga harakatlanadi, to'xtaydi 1 soniya va yana orqaga harakatlanib to'xtaydi. Boshlashni bosadigan bo'lsak, mana bu joyda motorimiz oldinga, orqaga teskari harakatlana boshlaydi. Demak, bu funksiyalardan foydalanib, demak, motorlarimizni harakatlantirishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi e'tibor beramiz. Bu yerda ikkita bizda demak motorimiz bor. Ikkala motorni ham ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun demak, motorimizni ikkinchi motorni ishlatib qo'yamiz. Ya'ni alohida yana bitta demak klass mavjud. Birato'la ikkitasini ham ishlatish uchun. Ya'ni motorda yana bir motor 2 alohida chapga o'ngga emas. Yana bitta demak klass chaqirib, bu yerda motor emas, robot degan funksiyani chaqirib ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, motorda o'rniga to'xtang, xo'p, katta tarafdan demak robot degan klassni chaqiramiz. Bu yerda demak umumiy o'chirib, demak robot teng deymiz, o'zgaruvchi. Bu yerda katta demak klass umumiy chaqiramiz, robot klassini chaqiramiz. Bu robot klassida ikkita demak ichida demak parametri bor. Birinchi parametr left, demak chap motordagi demak ulanganni bog'lashimiz kerak. Ya'ni left deymiz. Left motorimiz qaysiga chapga ulangan? Bizda demak hozir chapi bu yerda 2 va 3-chi demak pinlarimiz chapga ulangan. Demak teng deymiz, qovus ichiga 2,3
motorlarimiz demak harakatlantiradi. Va virgul deymiz. Endi esa right, ya'ni bu yerda right o'ng motorni ham kiritishimiz mumkin bo'ladi. O'ng motorni ham kiritishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda demak o'ng motorni qaysi pin bog'langan? Bizlarda esa 0-virgul va 1-pinlarga bog'langan. To'g'ri qolib ketdi. Xo'p, demak klassni umumiy demak qaysi pinlarga bog'langanligi haqidagi ma'lumot kiritdik. Endi esa ishlatib ko'rish uchun demak xuddi boyagi funksiyalardan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni forward, backward, stop kabi demak funksiyalardan foydalanib ishlatib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni birinchi harakatlantirishimiz uchun robot deymiz. Robot nuqta forward. Forward deymiz. Forward funksiyasidan foydalanib qanchadir soniya demak harakatlansin. Slip. Boringki taxminan 2 soniya. Dan so'ng yana demak to'xtasin. Robot nuqta stop. Mana bu joyda demak ikkala motorni 2 soniya davomida harakatlantiradi va demak robot funksiyasi stop funksiyasi yordamida demak to'xtatadi. Mana bu joyda demak ishlatib harakatlantirishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda hozir boshlash tugmasini bosadigan bo'lsak, hozir backward bosib qo'yaylikchi menimcha. Backward. Ulanishdan masala bo'lgan ekan. Xo'p, demak bu joyda demak backward yoki forward yordamida harakatlantirib oldinga yoki orqaga harakatlantirishimiz mumkin bo'ladi. Boshlashni boshladik. Mana ikkala motorimiz ham demak ishlay boshlaydi. Bir vaqtimizda motor 1, motor 2 emas, robotdan foydalanib o'ngga, chapga yoki orqaga, oldinga harakatlantirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ushbu darsimizda demak motorlar ishlatish uchun bir qancha demak klasslardan foydalanib, osonroq demak Pico Zero'ning ichidagi klasslardan foydalanib motorni alohida yoki o'zingiz yasayotgan robot mashinangizni demak robot degan klasslardan foydalanib osongina foydalanib ishlatib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ushbu darsimizda demak sizga murakkabchilik tug'ilmadi degan umiddamiz. Albatta sizda qo'shimcha savollar bo'lsa, albatta kommentariylarga yozishni unutmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.